safarda eng kerak bo'ladigan pudra va tonalkalar. Bu umuman meni podvozit qilmagan 3 ta stress. Mana bu Chanel pudrasi. Adashmasam bir 11 yildan beri shuni ishlataman. Ya'ni 11 yildan beri tugasa qayta olib ishlataman, chunki yuzda birinchidan mana yig'ilib qolmaydi, qurib ketmaydi va yuzingizni qaritmaydi. Chunki arzon pudralar yuzni qaritadi va quritadi. Men o'zim ishlatib sevib ishlatadigan tonalkam birinchisi bu Yeselaran. Buni juda ham ko'pchilik biladi. Yuzingizda tabiiy turadi. Hatto hech kim sizni tonalka surgan deb o'ylamaydi. Men biroz to'qrog'i bilan Huda Beauty'ni mix qilib ishlataman. Huda hozir yuzimni o'zida Huda Beauty'ni o'zi shunaqa yuzda tiniq turib beradi, juda ham zo'r turib beradi. Bir xil вообще yuzimda естественно tursin desanglar, Yeselaran tonalkasini ishlatib ko'rishinglar mumkin. O'zini sursanglar juda ham tabiiy turadi va juda ham stoyki turadi. Bu bo'lsa, buni sostavida SPF bor, buni ham sostavida SPF bor, shuning uchun juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu uchalovi meni eng sevimli